Klientimizdan yana bitta savol chiqyapti. Aka, men $200 monoblok topdim. Siz menga 250 etdingiz. Da, to'g'ri aka. $250 monoblok. Menda ham $200 monoblok bor. Biz texnikani полностью O'zbekistonga olib kiramiz, katta объемlarda. Texnikamiz juda ham ko'p, assortimenti bor. Monobloklarga keladigan bo'lsak, $190 dan boshlanadigan monobloklarimiz bor. Endi hozirgi payt odamlar juda ham jadniy bo'lib qolgan. Eng arzonni bering deydi har doim, lekin bitta narsa bor. Eng arzonni olganingizdan keyin u monoblokka kassada sizni odamingiz juda ham ko'p bo'ladi. Qotishini ham o'ylang. Monoblok qotib qolishi mumkin. Sizni ishingiz to'xtaydi. Shuning uchun biz klientga ham arzon variantini ko'rsatamiz, ham o'rtacha variantini ko'rsatamiz, qimmat variantini ham ko'rsatib beramiz. To есть sizni bemalol tanlash imkoniyatingiz bor. Oldingi YouTube kanalimizga video qilganmiz. O'tda men eng xadavoy shu 3 ta model monoblok obzorini qilib berganman. Nimaga farqi bor narxida? To есть arzon monoblokka ekran matritsalari arzon bo'ladi. Yonishlari ham o'zi tuskliroq bo'ladi. Keyin protsessorlari slabi bo'ladi. Shuning uchun arzonda uni narxi. Misol kimdirlar ham monoblokni просто tak arzon sotmaydi. Siz bu olishingiz mumkin. Juda ko'p internetda bu monobloklar bor. Hozirgi payt mana katta brendlar уже do'kon avtomatlashtirish bilan 5 yil oldin do'konni avtomatlashtirgan. Texnika shunaqa narsa, maksimum ishlab beradigan sroki yaxshi texnikani 5-6 yil. Keyin vaqti bilan уже qochishi, iznos bo'ladi-da. U xuddi shunaqa narsa, как mashina. Misol siz mashinani minasiz, 5-6 yildan keyin mashinangiz buziladi, zapchastlari iznos bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa narsa. Texnika OLXda arzon bu sotilayotgan texnikani olsangiz bo'ladi, lekin обязательно meni maslahatim tekshirib oling. Ko'p katta brendlar o'zini hisobidan spisat qilib yuboradi va arzon narxda $100 ga 1 million so'm, 800 ming so'mga texnikani sotishadi. Bu просто tak arzon narsa bo'lmaydi. Keyinchalik siz o'zingiz do'koningizda uni ishlatadigan bo'lsangiz, u qotadi, o'zini ko'rsatadi. Shuning uchun u narsa arzon. O'rtacha sredniy variantni oladigan bo'lsangiz, sizga anchagina xizmat qilib beradi, garantiyali narsa bo'ladi va sizga bosh og'riq keltirmaydi. Hozir siz arzonga oladigan bo'lsangiz, keyin двойной расходga tushib ketishingiz mumkin. Nimaiki, bitta monoblokka programma o'rnatib bergandan keyin siz shuncha do'koningizni tovarini tiqdingiz, misol, ras monoblokingiz kuyib qolyapti, yana qaytda hamma narsalaringizni kirib chiqishingiz kerak. Shuning uchun arzon chek printerlarga keladigan bo'lsak, chek printer ham aytishadi tam. Men $5 arzon chek printer topdim. Chek printer shunaqa funksiyaga egaki, chek printeri termogolovkasi bo'ladi. Termogolovka 80 kilometrga maksimal ishlay oladi. Bu eng zo'r X printerlarda 80 kilometr qog'oz chiqaradi. Eng arzon chek printerlar 30-40 kilometrda o'sha termogolovkasi o'ladi. Termogolovka, chek printer termogolovkasi 15 yoki $20 turadi. Kim $15-20 termogolovka olgan, kim $15-20 termogolovka olgandan ko'ra plus usti haqini remontga to'laysiz, примерно sizga 400 ming so'm aylanadi. Lutchi 550 ming so'mga yaxshi zo'r chekov printer olgani yaxshi. Shuning uchun oshxonalar uchun, bu asosiy oshxonalarga kerakli narsa. Oshxonada juda ko'p chek chiqadi, har bitta zakazda oshxonada chek chiqib boradi. Shuning uchun sizni chekov printeringiz ko'p muddatga xizmat qilib beradigan bo'lsa, yaxshigina chek printer olishga maslahat beraman. Variantlarni yana bitta video qilib beramiz. Klientlardan zaproslar tushadigan bo'lsa, qanaqa chek printer olish kerak? Bemalol biz sizga chek printerlarni obzorini qilib beramiz, qanaqa va nimaga imенно shu modellarni olish kerak. Qolgan texnikalar, misol kerak bo'ladigan bo'lsa, tarozi, hamma narsalarimiz ham bor. Eng arzonidan boshlab eng qimmatigacha. Xohlagan ob'yomingizda texnika bor. Bemalol bizga pastdagi nomerlarga aloqa chiqadigan bo'lsangiz yoki Telegramga yozib yuboradigan bo'lsangiz, biz sizga полностью hamma variant model texnikalarni nimada farqi borligini, hamma narsasini tashlab yuboramiz. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Yana bitta mana savolimiz chiqyapti. Klientimizdan garantiya bormi texnikaga? Albatta, endi siz arzon texnikani oladigan bo'lsangiz, garantiyasi bo'lmaydi. Shuning uchun arzon sotiladi. Yaxshi o'rtacha texnikani oladigan bo'lsangiz, albatta 3 oydan 1 yilgacha garantiya beriladi. Eng arzon texnikalarga endi to'g'ri tushuninglar, shuning uchun u texnika arzon
unga garantiya berish qiyin, tak как rostdan ham arzon narxda keladi, uni qimmatga sota olmaysiz ham, arzon sotib olish kerak. Shuning uchun farqi bor, ценовой baryer arzon, o'rtacha qimmat. Misol biza ko'p texnikaga 1 yil garantiya beramiz, ko'p texnikaga 3 oy. Shu nimaga sizlar bizani tanlashinglar kerak? Siz bizadan misol texnikani olasiz, bizada katta krupniy klientlarimiz bor, ular bilan ishlaymiz. Misol sizni texnikangiz buzilib qoldi. Texnikangiz mana misol kassangiz ishlayapti, odam gavjun, mana blokingiz buzildi, ishingiz to'xtab qolyapti kassada. Biza shunaqa условия qilib beramizki klientga, mana showroomimizda yoki skladimizda bitta yangi mana blokni shuni olamiz, klientga jo'nataveramiz. Klientni kassada bizani mana blokimiz ishlab turadi, shtop ularning ishlari to'xtab qolmasligi uchun, biz ularni mana bloklarini servisga olib qolib, remontlarini qilib beramiz. Shuning uchun shunaqa servislar oladigan bo'lsangiz, ancha ishingiz tezlashadi, siz pul yo'qotmaysiz kassada, do'kon yopishga to'g'ri kelmaydi, bemalol kassangiz ishlab ketaveradi. Yoki do'koningiz ishlaydi, mana blokingiz buzilsa, kassir sразу движение qilishni boshlaydi-da kassada. Shuning uchun shunaqa narsalar ham muhim. Shuning uchun bemalol sizlarga yaxshi garantiyalik, sifatli texnika kerak bo'ladigan bo'lsa, post sistemalarda bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin.